Hammaga salom. Bugungi videomizda har bir YouTuber bilish kerak bo'lgan ba'zi bir saytlarni sizlarga tanishtiraman. Bu saytlar har xil kanallarni pulga ulanganmi yoki yo'qligini ham ko'rsatib bera oladi. Undan tashqari siz raqobatchilaringizni kanalini ham analitikasini ko'ra olasiz. Xullas, mana shunday yangiliklar bilan bugungi videomizni boshlaymiz. Birinchi saytimiz Nextlev. Nextlev deb Google'ga qidiruv berasiz va saytga qo'shilasiz. Ro'yxatdan o'tasiz va brauzerni o'rnatasiz. Shu bilan siz har xil kanallarni pulga ulanganmi yoki yo'qligini ko'ra olasiz. Masalan, hozir obuna bo'lish tugmasini oldidagi monetizate yashil rangdagi tugmaga e'tibor qarating. Bu kanalni pulga ulanganligini tasdiqlaydi. Ishonchliroq bo'lishi uchun sizga yana bir misol. Ushbu o'zbek kanalga e'tiboringizni qarating. Obuna bo'lish tugmasini oldida not monetizate chiqib turibdi. Keyingi sayt ViewStats. Bu sayt orqali siz YouTube kanallarning daromadini bilib olishingiz mumkin. Undan tashqari oylik, yillik, kunlik daromadlarni ham analiz qila olasiz. Buning uchun qidiruv bo'limiga xohlagan bitta kanalingizni linkini yuborishingiz kifoya. Aynan shu sayt o'sha kanalni to'liq ma'lumotlarini sizga chiqarib beradi. Lekin bitta narsani unutmang, bularning hammasi taxminiy ko'rsatkichlar. Aynan to'chna ma'lumot chiqarib bermaydi. Shunga e'tiborli bo'ling. Kanallarni yanada chuqurroq analiz qilishni istasangiz, qaysi vaqtda qancha obunachi qo'shilganligini ham bilib olishingiz mumkin. Undan tashqari bir kunda qancha prosmotr yig'ilgan va qancha daromad olib kelganligini ham bila olasiz. Menimcha zo'r imkoniyat. Do'stlar, sizlarga ko'rsatib berayotgan saytlarimni to'liq ma'lumoti Telegram kanalimda bo'ladi. Bundan tashqari YouTube bo'yicha turli xil ma'lumotlarga ham ega bo'lishingiz mumkin. Keyingi sayt vidIQ. Bu sayt orqali ko'plab imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Masalan, turli xil kanallarning videosiga kirib, uni havolasini nusxa qilgan holatda ushbu saytga joylaysiz va qanaqa teglar ishlatgan, qanaqa hashtaglar ishlatgan, barchasini bilib olishingiz mumkin. Agar sizga kompyuter versiyasi qulay bo'lmasa, albatta telefon orqali ham ishlatishingiz mumkin. Shunchaki Play Market yoki App Store ga kirib vidIQ deb qidiruv berasiz va bu dasturni bemalol ishlatishingiz mumkin. Lekin bitta narsani eslatib o'taman, ko'plab imkoniyatlarga ega bo'lishingiz uchun buni Pro versiyasini sotib olishingiz zarur. Tekini ham bor, lekin eng ko'p imkoniyatlar Pro versiyada. To'rtinchi sayt YouTools. Bu sayt orqali sohangiz bo'yicha eng trenddagi hashtaglar va teglarni bilib olish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari, saytni ko'plab imkoniyatlari mavjud. Agar sizda kompyuter bo'lmasa, xavotir olmang. Aynan shu saytni ilovasi ham bor. Siz App Store yoki Play Marketga kirib, ilovasini yuklab olib, tekinga ishlatishingiz mumkin. Bizni aynan shu kanalda xuddi shu ilovani ishlatish bo'yicha qo'llanma bor. Shundoq kirib o'rganib olishingiz mumkin. Saytni yana bir zo'r tarafi, Amerikan kanalingiz uchun amerikancha ma'lumotlar, o'zbekcha kanalingiz uchun o'zbekcha ma'lumotlarni qidirib topishingiz mumkin. Masalan, O'zbekistonni belgilaysiz va o'zingizni yo'nalishingizni yozasiz. Sizga mos bo'lgan teglar va ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bundan tashqari, Amerikan kanalingiz uchun ham xuddi shu ishni qaytarishingiz mumkin. Xullas, saytga gap yo'q. Oxirgi sayt Social Blade. Bu saytni ko'pchilik biladi va allaqachon kirib ulgurgan bo'lishi ham mumkin. Endi sizga yana bir bor eslatib o'taman, bu saytning imkoniyatlari YouTube kanallarni linkini kiritganingizda ularning daromadini va ko'rsatkichlarini sizga analiz qilib beradi. Siz bu ko'rsatkichlarni ko'rib wow deb olishga shoshilmang, chunki bularning hammasi taxminiy ko'rsatkichlar. Masalan, sizga MrBeast'ning ko'rsatkichini ko'rsatib beraman. E'tibor qarating, MrBeast'ning YouTube kanali hozirda umuman butun dunyoda birinchi raqamli YouTube kanal va uning daromadi $873 ming dan $14 million bo'lishi mumkin ekan. Yillik daromadi esa maksimal $136 million chiqqan ekan, saytning ko'rsatkichi bo'yicha. Lekin bular ishonchli emas, shunchaki taxminiy ko'rsatkichlar. Qiziq tarafi, MrBeast'ni ham xuddi shunaqa sayti bor. Bu saytni esa videomizni boshida ko'rsatib ketdim. Xullas do'stlar, davom etamiz. O'ylashimcha, bugungi videomizda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Yanada ko'proq ma'lumotlarni esa bizning Telegram kanalimizdan topasiz. Telegram kanalda turli xil sun'iy intellektlar bo'yicha ma'lumotlar, YouTube bo'yicha tavsiyalar berib boriladi. Qo'shimchasiga bizda YouTube kanallarni tekinga analiz qilib berish xizmati ham bor. Agarda YouTube bo'yicha sizni ba'zi bir muammolar qiynayotgan bo'lsa, meni o'zim shaxsan javob berishim ham mumkin. Buning uchun Telegram kanalimizga qo'shilib, email menejerga murojaat qiling do'stlar.
Keyin yana bitta narsa, agar YouTube xizmatlariga ehtiyojingiz bo'lsa, bizda arzon narxlarda ko'plab xizmatlar mavjud. Kiring, qo'shiling, tanishing.